Ismingiz? Ismim Muhammad Rizo. 18 yoshda. 18 yosh. Qayerdan kelgansiz? Farg'ona viloyatidan. Rostini aytsam, men bundoq eshitib turib, men qiz bola ashula aytyapti deb o'yladim. Ovozingiz shunaqangi baland. Endi turkchani aytdingiz, o'zimiznikini ham aytasizmi? An'anaviyni o'qiyman deyapsiz. Hayajon bosyapti. Nima qildim senga man yorim, jamolingdan judo qilding, boshimga gardin g'am nechun sharog'i osiyo qilding. Maktab. Bu maktab. Bravo. Bravo. Zo'r aytarkansiz shularni, to'g'risi. Rahmat ustoz. Turkchani mana seriallarni ko'p ko'rasizmi? O'sha yerdami yo umuman yoshligingizdan yaxshi ko'rasizmi? To'g'risini aytsam, yoshligimdan kinolarni ko'p ko'rganim uchun keyin hozir ham ko'rib Turk turaman. seriallarini men ham yoqtiraman, menga ham yoqadi. Shu yoshlikdagi praktikalar bilinib turibdi-da. Notalar to'g'ri, чистый, toza notalar. Anvar aka, nimaga qayilmadingiz bo'lmasa? Nima Yo'q, men aytadi? eshitib turib uspet qila olmadim-da. Qarasam sizlar o'girildinglar. Bizga shans berib. Da. Yaxshi ham o'girilmadingiz bo'pti. Endi kimni tanlaysiz endi? Hozir O'ylayapti, xafagarchilik bo'lmasdan ustoz. Ko'ngil ovozi ne desa shuni qiling. Ana, shoirona. Ko'ngil ovozi Shohruxxon ustoz. Ura! Ura! Tabriklaymiz. Tabriklayman. Xafa bo'lib turuvdim, menga cho'ta. Kim ovoz bermayapti deb mana. Keling komandamga. Tanishgandan o'tsamda. Omadlar, Omad. zo'r qo'shiqlar, Omad tilayman. Omad. ulkan parvozlar tilaymiz. Sog' bo'ling. Rostini aytsam, men qiz bola deb o'yladim ovozdan. Yo'q-ku? Da, men o'girilganimda hozir xurilib qotiribdi desam, ovoz baland ekan-da, qarang. Jarangdor, baland ovozi bor ekan, ha? Чистый, tiniq такой O'zimni jarangdor. komandamga bitta qiz bola oliy deb o'girilsa. Qarang, ovozlari qanaqangi baland. Xudoga shukr, menga ham yaxshi nasib qildi. Ha, yaxshi. Zo'r ovoz bola, yaxshi. zo'r. Lekin opera Bo'ladi, baribir zo'r bo'ldi-da. Ha, havas qilsizlar. Havas qilma, to'g'ri. Hali hammasi oldinda, kim biladi yana esa. Havas qilma. Kim bor? Sizniki ham opera, o'zbek operasini ayttirsangiz, klassikani biladi-yu, aytadi. To'nigingdan mo'ralay. Xursandmisiz? Xursandman. Eng qiyini nima bo'ldi? Ustozlar o'giriladimi yoki o'giriladilarmi? Birinchi ustoz o'girilganda bemalol aytishni boshladingizmi? Ha, keyin ko'ngil xotirjam bo'ldi. Nimaga Shohruxxon tanladingiz? Ularni qo'shiqlarini ko'proq eshitib, ular haqida tushuncham ko'proq bo'lganim uchun. Tabriklayman. Siz ovozdasiz. Rahmat. Sog' bo'ling. Sog' bo'ling, tabriklayman sizni ham.